Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Bugungi sanaga esa 2025-yil 19-aprel kuni topshiryapmiz. Bu prinsipimizni razmeriga keladigan bo'lsak 1.40 2.40 bo'ldi, 1.30 2.30 bo'ldi, kentli bo'ldi. Zakazlar ketadilar. Bu Xorazm viloyati Yangibozor tumanidan ketdi. Prinsip ma'qul bo'ldimi, brat? Ma'qul. Ko'ngildagiday. Ko'ngildagidan bo'lib chiqibmi? Ko'ngildagiday. O'zingiz kelib zakaz berib ketdingiz, ha? O'zim kelib zakaz berib, ko'rib, ishlaringizni shu yetib ketdim. Yana besollari hamma narsasi ko'ngildagiday. Ham yaxshi tentdan ko'p berdik. Buralar qo'yadi yaxshi tentdan. Bu 40 cm bo'ldi, rishotka 70 bo'ldi. Poldan 1.10 bo'ldi. Tayek taxta pol bo'ldi. 3.5 cmlik. Necha so'm oldingiz buni? Buni 9,5 millionga oldik. Parkovimiz o'zingizda bor. O'zimizda bor edi. 9,5 million berdik. Tabriklaymiz esa, brat. Keyindan shamol bo'lsa, yaxshi kuningizni ishlating. Yaxshi spravkasi. Sizlarga ham ishlaringizga omad. Romlar shu yil bo'ldi. Traktor presurisollardan 1,5 tonna bemalol ketadi. Amazatorlar, Lasetka 15 ballonlar bilan yana krellar, qalin bakovat kreldan. Bu yerda kuzov nomeri, bu yerda bilkasi, yana zanjirlar bilan parkovlar o'zlarini bo'la ustanka qilib berdik. Tentlari bilan yana damaza berdik buni. 1.30 2.30 bo'ldi razmeri. Tagiga pol oldu. Kimga shunday prinsiplarga kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilasiz. Yana telefon nomerlarimiz murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.